8 yaş kirgen Xan ismli bala bir tal şangchang yapla bu alemden mengü ayrıldı. 8岁女童只因吃了一根街边的烤肠，却被父母连夜送进了抢救室。此时的小女孩已经进入了昏迷状态，医生用尽一切的办法对女孩进行抢救，可最终还是没有能起到任何的作用，真的太不可思议了。 Mana sizlar ko'rayotgan bu ko'rinish ichinishmikan? Yig'i zallar biyaram qilamdikan. Albatta qarindoshlar bizning kichikgina savalliklarimiz mashriq jamiyatimizga bolalarning jini zaman o'tadi. Kichikgina savallik nima? Aşı balaga bergen 5 koy, 10 koy, balam pul kaçta, şangchang diyeme diye ortada işkilenmeyle 5 koy, 10 koy pullarını aymayımız. Bazı yaman bir hastalık kıp kalsak, başka perzatların cini zaman buldu arkadaşlar. Ösmür balalarını ki mektepten çıkıp birinci inkaz nime? Dükkan karaş. Tang tuş balaları bilen tang dükkan kiriş. Aşı balalarda tang 3 koy, 5 koy neresine et çıkıp yiyiş. Mana bu o'quvchilar bilan o'quvchilar o'rtasidagi o'zining mavjudligini izlash bir ko'rinish. Lekin bira bola bir tal yemeklarning kayniga qarab, buning nima qitildi, nimalarni qattiq, buni yesi bulamdi, bo'lmamdi. Bira bola hagiz buning qaramaydi. Hatto ota-onalarmi bira yemekni yegan chog'da kayniga qarab, qaysi mark ekan, qanaqa yerda ishlanibdi, o'lchamlikmi, o'lchamsizmi? Bular hech kim diqqat qilmaydi. Mana cemiyetimizga axlat yemeklikdan jixlab ketishi bilan mana shunday o'lib ketadigan ig'ir fojialarni keltirib chiqaryapmiz. Agarda bir qatim ashla axlat yemekliklarni ishlab chiqargan zavodini, o'rnini, muhitini ko'rib olgan bo'lsangiz, bir ushlat yemayman deysiz. Hatto o'lchamlik ishlab chiqarilgan zavodlarning mahsulotlarini yegingiz kamigidek holatda qo'rqinish paydo bo'ladi. Endi bir qanaqa kelib chiqdi. Mana shunday o'lchamlik bir ish qilayotgan karxanachilarniki ishchilarini mana shunday o'lchamsiz ishlab chiqargan yemeklar dog' keltirdi yoki biz qilayotgan ishiga ta'sir etkazdi. Shuningdek, Asra shirkati mas'uliyatchilik bilan shangchangni eng o'lchamli ishlab chiqarib, keng xalqimizga sundi. Yana shu shangchang pishirish mashinasidan tortib keng xalqimizga sundi. Talla bozorining ichiga qo'ysak bo'ldi, do'konlar qo'ysak bo'ldi, do'qmushlar qo'ysak bo'ldi. Qo'shimcha kirim yarataydisangiz en xotirjam holatda markasi bilan, ishonch bilan Asra shirkatining shangchang pishirish mashinasini ishlatishingizni tavsiya qilaman. Agar turpan deyadi bo'lib qolsangiz, vakolatchining nomeri 156 88 31 82 88. Ama şu numaraga telefon qilib zakaz bersangiz bo'ladi. Anda Asra shirkatiniki barliq yemek, xo'go turlik mahsulotlar bo'lsin, to'xolari bo'lsin, eng o'lchamli katta keng xalqimizga sunilgan, xotirjam ishlatishingizni tavsiya qilaman. Hammangizning har joy vaqti go'zal bo'lsin. Bolalarniki shu yeyotgan yemekligiga ancha-muncha nazorat qilib qo'ygan bo'lsak, qo'llash uchun bir tal yurak berib ko'plab taqit qo'yaylik. Balki mushu filmni ko'rib, bir inson bo'lsa-mu, mush bolalar yemeklik olib bergan chog'da diqqat qilaychi deb qolsa ajab emas. Rahmat sizlarga.